Assalomu alaykum qadrdonlar, bormisizlar, omonmisizlar? Mana bugun Xudo xolasa 3-bo'lim qishloqdagi tunikafon xizmatlarimizni yakunlab oldik. Xo'p, qadrdonlar, buni ayvonimiz. Xo'p, 4 metrga 6 metrlik ayvon bo'lgan. Xo'p, ayvonimiz shaxmat holati, oq kaseta qora piyayni bo'lgan. Qadrdonlar, o'rtaga 2,5 ga 2,5lik kosmosimiz tushgan. Hop, uy egalari 2,5 kosmosni zakaz berishgan. Shu holatda joylab berdik, qadrdonlar. Hozir hamma joyini ko'rsatamiz. Shapkalarimiz oppoq kaseta bo'lgan. Hop, bo'yi 1.9, 30, ichkariga 7 kirgan. Qadrdonlar. Karniz aylangan, oq lola, qora karnizimiz, krugom aylangan, qadrdonlar. Yulduzcha, o'pshi. Hali hisob kitob qilmadik, qancha kvadrat ketdi. Oxirida kvadratini ham aytib o'tamiz sizlarga. Bu tomonimiz ham xuddi o'sha ahvolda. Kosmosimiz krugom 2,5 aylan atrofi. Mana obunachilarimiz, kimga shunaqa kosmos kerak bo'lsa bexijolat telefon qilaverasizlar. Aytgan zakasinglar, aytgan fasoninglarni olib beramiz. O'rnatib berish ichida bo'ladi, usta haqlari hammasi. Xo'p, qadrdonlar, koridorimiz 1.30 ga 4 metrlik koridorimiz. Bayga tushmadi-yu, oq plafon o'rnatib qo'ydik xolos. Mana qadrdonlar. Xo'p, qadrdonlar, bu tunikafonimizni 3 yil oldin qilingan holati. Xo'p, bu tomonimizni bu yil yangi qilishgan ekan. Bu tomonni ham qilib beringlar deyishdi. Xudo xolsa kelib qilib berdik bu holatda. Bu tomonimiz 3 yilga oldingi holatimiz. Ustakalarimiz qilib berishgan. Rombik, ichida kosmos emas u. Lustra holatda, aynaklari. Lustra o'rnatishimiz usta haqi ichida hamma yo'g'i. Qadrdonlar. Ana qadrdonlarimiz, ko'cha tomonimiz. Hammasi ko'kishga holatda bo'lgan. Bu tomonimiz 3 yilga oldingi holati. Hali rang-panglari o'zgarilmagan. Bu tomoni ham. Xo'p, qadrdonlar. Dorozaxonamiz. Uy oldilari. Mana qadrdonlar, bu tomonlarimizdan bo'lgan. Ana qadrdonlar. Kimga tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa bexijolat telefon qilishlari mumkin. Telefon nomerlarimizni telefon ostiga qoldiramiz. Telefon qilishlari mumkin. Aytgan fasoninglarda Xudo xolasa chiqarib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Layklardan bosaveringlar.